Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 16-fevral kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 54 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12220 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,222,098 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 96 so'mga pastlab, 1 yevro 14495 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,449,530 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubli kursi esa 0,71 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 158 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 158,380 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,16 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 24 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 24680 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.